Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Bu darsimizda biz vektor fazolar va ortogonalizatsiyaga oid mashqlarni ko'rib chiqamiz va darsimiz oxirida shu mavzuga oid proyekt, minik kichkina loyiha qilamiz. Eslatib o'taman, siz onlayn materiallarda ushbu havola orqali ushbu veb-saytda topishingiz mumkin. Va yana eslatib o'taman, avval mashqlarni bajarishdan oldin qog'oz va qalam bilan mashqlarni hisoblab ko'rishlaringni tavsiya qilgan bo'lardim. Undan keyin esa NumPy'da kodini yozishlaringni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu sizga materiallarni yana ham chuqurroq tushunishda yordam beradi. Birinchi mashqimizga kelamiz. Bu mashqlarimiz bazis va subfazolarga oid. Birinchi mashqimizda sizga 3 ta vektorlar berilgan, vektor to'plami va sizdan so'raladigan narsa bu R3 fazoga bazis bo'la oladimi? Shuni topishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi topshirig'imizda bizga subfaz mana bu vektorlar to'plami berilgan. Ikkita vektorlar to'plami, sizdan so'raladigan narsa mana shu vektorlar to'plami subfazo hisoblanadimi yo yo'qmi? Shuni aniqlashingiz kerak. Keyingi mashqimizda esa biz sizga ikkita matritsa berilgan. Shu matritsaga qarab turib siz uni rangini hisoblashingiz kerak bo'ladi. Va uchinchi mashqimizda bu ortogonallik va proyeksiyaga oid. Birinchi mashqimizda mana bu ikkita vektor berilgan. Mana shu ikkita vektorlar orasida ularga bir-biriga ortogonalmi, ortogonal emasmi, shuni aniqlashlaring kerak bo'ladi. Va proyeksiyaga to'xtaladigan bo'lsak, bizda u va v vektorlari berilgan va ularning qiymatlari berilgan. Sizdan so'raladigan narsa mana shu u vektorini v vektoridagi proyeksiyasini topish bo'ladi. Agar ular ushbu qiymatlarga ega bo'lsa. Va uchinchisida bizda ikkita bazis vektorlar bergan, ya'ni ikkita bazis vektor subfazoni tashkil qiladi. Sizdan so'raladigan narsa, agar mana bu bizda v vektori berilgan bo'lsa, mana shu ikkita vektordan tashkil topgan subfazoga, ya'ni ikkita bazis vektorlardan tashkil topgan subfazoga siz mana bu vektorni proyeksiya qilishingiz kerak bo'ladi. Endi mini loyihaga to'xtalamiz. Bu mini loyihada biz sotuv miqdorini modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Oddiy biz chiziqli modelni olamiz. Bizning maqsadimiz deylik, bu misolimizda biz Toshkent shahrida kvartiralar narxini va ularning maydoni o'rtasidagi bog'liqlikni topishimiz, ya'ni tahlil qilishimiz kerak bo'ladi va buning uchun biz chiziqli model asosida uy narxlarini bashorat qilayotgan bir modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Bunga tavsiya beradigan bo'lsam, siz Toshkentda turli hududlarda joylashgan kvartiralarning maydonini metr kvadratda yozib borgansiz va ularning narxini $1000 deylik, ularni ham ro'yxatda yozib borgansiz. Shu bo'yicha siz ma'lumot to'plagansiz. Endi siz shu ma'lumotlarga tayanib shuni aniqladingizki, bu maydonlar narx odatda maydon oshishi bilan chiziqli ravishda ortib boradi. Ya'ni bu degani qancha maydoni ko'p bo'lsa, uyda kvadrat metr ko'p bo'lsa, o'shancha siz ko'p pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Shunday qilib quyidagi siz chiziqli model taklif qilinadi. Ya'ni uyda joyiga qarab, masalan, birinchi narxi va maydon ko'paygan uyning har bitta kvadrat metr uchun narx. Bu yerda bizda Y-imiz, ya'ni Y-imiz, kvartiraning narxi $1000 da. Buni topish uchun biz nima qilyapmiz? Biz avval boshlang'ich narx, ya'ni qanaqadir joylashuvga asoslanib, asosiy xizmatlar va hokazo qanaqadir joylashishga boshlang'ich narxga asoslanib C0 unga qo'shyapmiz nimani? Har bir kvadrat metr uchun narxni $1000 da ko'paygan kvartiraning maydoni metr kvadratda. Endi sizning ma'lumotlaringiz qanday bo'ladi? Ro'yxat bo'ladi, ya'ni birinchi uyning ma'lumoti kvadrat metri, birinchi uyning va uning narxi, ikkinchi uyning kvadrat metri va uning narxi, uchinchi uy, to'rtinchi uy va hokazo. Va sizda deylik 100 ta uylarning narxi va kvadrat metrlari bor. Shu haqida ma'lumotlar bor. Endi siz ushbu ma'lumotlarni quyidagi matritsa ko'rinishida yozishingiz mumkin. Ya'ni bitta matritsaga uyni siz to'plagan
maydonlarni, uyda maydonlarni joylashishingiz mumkin va bir deb qo'yishingiz mumkin. Bitta matritsani birinchi ustuniga, ikkinchi ustuniga esa o'sha maydonlarda ro'yxatdagi maydonlarda ro'yxatini qiymatlarni yozishingiz mumkin. Va Y da esa bitta narxlar vektori qilib olishingiz mumkin va shunda sizni modelingizda tenglamasi nima bo'ladi? Mana bu uylarda narxi ko'paygan qanaqadir koeffitsient bo'ladi. Koeffitsient vektor bo'ladi va u sizga uyda narxini beradi. Endi bizning maqsadimiz nima? Shu modelda bizda mana bu koeffitsiyentlar noma'lum. Ya'ni uyda boshlang'ich narxi, boshlang'ich baho va qanchaga uyda maydoni qanchaga ko'paytirilishi. Sizdan maqsad mana shu vektorda topish kerak. Bizda ma'lumotlar berilgan, A matritsa, uyda narxlari berilgan, ikkinchi vektorimiz va qandaydir biz vektorga ko'paytirsak, mana shu narxlarni topishimiz kerak. Buning uchun biz eng kichik kvadratlar usuli degan biz usuldan foydalanamiz. Ingliz tilida bu least squares method deyiladi. Bu model orqali biz chiziqli model parametrlarini aniqlashimiz mumkin. Ya'ni eng kichik kvadratlar usuli yordamida biz mana shu koeffitsient vektorni topishimiz mumkin. Buning uchun biz mana bu formuladan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni biz to'plagan ma'lumotlar maydonlarning matritsasi bilan transponerini o'sha matritsani o'ziga ko'paytiramizda uni teskari matritsasini olamiz va uni yana transponerga ko'paytirib oxirgi narx vektoriga ko'paytirsak biz o'sha koeffitsient vektorni olamiz. Bu yerda biz aslida haqiqiy koeffitsient vektorlarning qiymatini topmaymiz, balki unga bo'lgan eng yaqin vektorni topamiz. Shuning uchun biz buni eng kichik kvadratlar usuli, ya'ni mana bunga yaqin vektor topgan bo'lamiz. Buni qilish uchun biz quyidagi qadamlarga rioya qilishimiz kerak. Biz sizdan birinchi matritsa yaratish so'raladi. Ya'ni birinchi ustuni birlardan iborat bo'lgan va ikkinchi ustuni narxlardan iborat bo'lgan matritsani yaratish so'raladi. Ikkinchi qadamda mana bu ushbu matritsalarda siz hisoblab chiqishingiz kerak va mana bu matritsalarni hisoblab bo'lganingizdan keyin quyidagi formula orqali siz koeffitsient vektorni, haqiqiy koeffitsient vektorga yaqin bo'lgan vektorni topishingiz kerak bo'ladi. Va natijada siz ma'lumotlardan foydalangan holda chiziqli regressiya modelini yaratishni va eng kichik kvadratlar yordamida uning koeffitsiyentlarini aniqlashni o'rganasiz. Bu ma'lumot tahlili va mashinaviy o'rganishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Men sizlarga buni haligi uyda ma'lumotlarini berish uchun sizga haligi simulyatsiya kodini yozib berganman. Ya'ni bizda 100 ta uyda narxini yozganmiz. Siz albatta buni 1000 xohlaganingizcha o'zgartirishingiz mumkin, lekin bularni o'zgartirmasligingizni so'ralaman va birinchi koeffitsiyentlarni, haqiqiy koeffitsiyentlarni qiymatini berganman. Albatta haqiqiy hayotda sizda mana bu koeffitsiyentlar bo'lmaydi va balki sizdan data science va machine learning, ya'ni mashinaviy o'rganuvda sizda bunaqa mana bu haqiqiy ma'lumotlar bo'lmaydi. Bu bizga shunchaki simulyatsiya uchun hozircha ishlatyapmiz. Va biz model orqali biz mana bu ma'lumotlarni yaratdik. Biz quyidagi ko'rinishda, ya'ni 1 kvadrat metrli uyda narxi paloncha pul va oshib borgan sari 205, 275 bo'lgan sari mana uyimizda narxi ham oshib boryapti, mana shu model. Endi biz chiziqli model koeffitsiyentlarni yaratishimiz kerak-da. Mana shu chiziqli modelda koeffitsiyentlarni topishimiz kerak. Ya'ni eng zo'r, eng yaxshi chiziqimizni shu yerga tortsak, bizda ma'lumotlarimizni o'sha chiziq tushuntirib bera oladimi? Buni sizdan so'raladi. Endi shu yerda men sizlardan videoni to'xtatishingizni so'rayman va vazifalarni, mashqlarni bajarishingizni so'rayman. Ularni bajarib bo'lganingizdan so'ng videoga qaytib mana shu joydan javoblarni ko'rish uchun davom ettirib ketishingiz mumkin. Topshiriqlarni bajardingiz degan umiddaman. Keling endi birga javoblarni ko'rib chiqamiz.
Birinchi mashqimizda hozir ko'ramiz javoblar. Birinchi mashqimizda 3 ta vektor berilgan edi, to'plamlar va bizning maqsadimiz mana shu fazo R3 ya'ni 3D fazoga bazis bo'la oladimi? Shuni aniqlashimiz kerak edi. Javob yo'q. Nega? Chunki vektorlar chiziqli bog'langan. Ya'ni bu nima degani? Bizda mana bu vektor bilan mana bu vektorda ikkinchi vektorni 2 ga ko'paytirib, birinchi vektorga qo'shsak, natijada biz mana bu oxirgi 3-vektorni olamiz. Masalan 2 ko'paygan 2 4, 4 qo'shib 1 5, 2 ko'paygan -3 -6, -6 qo'shib -2 bu -8 va 2 ko'paygan 1 2, 2 -1 qo'shib 2 bu 1 bo'ladi. Bu degani nima degani? Agar esingizda bo'lsa, bazis bo'lish uchun, vektorlar to'plami bazis bo'lish uchun ular birinchi chiziqli qobiq hisoblanishi kerak. Ikkinchi sharti esa ushbu vektorlar bir-biriga bog'liq bo'lmasligi kerak, ya'ni chiziqli bog'liq bo'lmasligi kerak. Bizda shartimizda, ya'ni chiziqli bog'liqlik shartimizda bu vektorlar buzyapti, ya'ni qanoatlantirmayapti. Shuning uchun bu vektorlarimiz R3 fazoga bazis bo'la olmaydi. Ikkinchi mashqimizda, misolimizda bizda mana bu vektorlar to'plami berilgan, ya'ni AB vektorlar to'plami berilgan va mana shu vektorlar to'plamiga yana shart berilgan, ya'ni 2 ko'paygan A teng 3 ko'paygan B. Bizda shartimiz nima edi? Bizda topshirig'imiz mana shu vektorlar to'plami subfazo bo'ladimi yoki yo'qmi, shuni topishimiz kerak edi. Esingizda bo'lsa, subfazoda 3 ta shartlari bor edi. Agar 3 ta shartlar qanoatlantirilsa, bu to'plamlarimiz subfazo hisoblanardi. Keyin shu shartlarni hozir ko'rib chiqamiz va o'sha shartlarni qanoatlantiryaptimi shu vektorlarimiz yo qanoatlantirmayaptimi, ularni tahlil qilib keyin javobni aytamiz. Birinchi shartimiz 0 vektorimiz mana shu v to'plamimizga tegishli bo'lishi kerak. Tegishlimi? Ha, chunki agar A da 0 deb olsangiz, B da 0 deb olsangiz, 2 ko'paygan mana bu shartimizni bajaryapti. 2 ko'paygan 0 teng 3 ko'paygan 0, 0 teng 0. Ya'ni bu to'plamimizda 0 vektor bor. Ha. Ikkinchi shartimiz nima edi? Agar biz mana shu to'plamdagi ikkita vektorlarni olsak-da, ularni bir-biriga qo'shsak, o'sha to'plam mana shu to'plam v to'plamimizda ichida qoladimi yoki qolmaydimi? Shuni ham tekshirishimiz kerak edi. Keling buni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni deylik bizda ikkita vektor bor, A1 B1 qo'shuv A2 B2. Ularni bir-biriga qo'shsak, A1 qo'shuv A2, B1 qo'shuv B2 bo'ladi. Va yana mana shu to'plamimizda shartini ko'rib chiqamiz. 2 ko'paygan A1 qo'shuv A2 va 3 qo'shuv B1 qo'shuv B2. Bu shartimizni bajaradi. Demak, 3-shartimiz ham bajarildi deymiz. 3-shartimizda esa vektorni songa ko'paytmasi edi. Ya'ni biz vektorda qaysi skalar songa ko'paytirganimizda, haqiqiy songa ko'paytirganimizda, o'sha vektor mana shu to'plamning ichida qolishi kerak. Buni tekshirish uchun yana bitta vektorni olamiz, AB degan, uni bitta K degan songa ko'paytiramiz. K ko'paygan A, K ko'paygan B va yana shartni ko'rib chiqamiz. 2 ko'paygan K ko'paygan A teng 3 ko'paygan K. Agar mana shu shartlarimiz qanoatlantirsa, bu mana shu vektorga tegishli bo'ladi, chiqqan vektorimiz va bu mana shu to'plamning ichida qoladi. Hamma shartlarimiz bajarildi. Bu degani javobimiz V subfazo hisoblanadi. Ikkinchi vektorimizni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi vektorlar to'plamini endi subfazo emasligini aniqlaymiz. Yana mana shu 3 ta shartni ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchi shartimiz 0 vektor mana shu to'plamda bormi? Ha, bor, chunki A 0 bo'lsa, B 0 bo'lsa, ya'ni 0 vektorimiz bizda bo'lsa, biz mana bu shartimizni ko'rib chiqamiz. Qanoatlantiryapti. 0 ko'paygan 0 teng 0. Ha, bu vektorimiz mana shu to'plamga tegishli ekan. Bu degani birinchi shartimiz bajarildi. Ikkinchi shartimiz vektorlar qo'shilishi mana shu to'plamga tegishlimi? Ya'ni ikkita vektorni bir-biriga qo'shganimizda u hosil bo'lgan vektor mana shu to'plamda qoladimi yoki qolmaydimi? Buni tekshirishimiz kerak. Yo'q, v ga chiqqan natija tegishli emas. Nimaga? Deylik biz ikkita vektorni olamiz, mana shu to'plamga tegishli 1 u 0, A birimiz, endi B imiz 0 deylik. Endi shartda bu vektorlar to'plamga tegishli, chunki 1 ko'paygan 0 teng 0 bo'ladi. Mana bu vektorimiz v ga tegishli bo'ladi. Ikkinchi vektorimiz ham
mana shu v ga tegishli, chunki 0 1. Endi a imiz 0, b imiz bu yerda b imiz bu yerda 1. A ko'paygan b bizga 0 ko'paygan 1 0 bo'ladi. Bu vektorimiz ham mana shu v ga tegishli bo'ladi. Endi ularning summasi, ularda summasidan hosil bo'lgan vektor yana o'sha mana bu to'plamga tegishlimi, vektorlar to'plamiga tegishlimi? Bir-biriga qo'shsak 1 olamiz. Endi buni tekshirish uchun yana a da o'rniga 1 da qo'yamiz, b da o'rniga esa 1 da qo'yamiz. 1 ko'paygan 1 teng 1. Bu ya'ni mana bu 0 shartimizni qoniqtirmayapti. Bu degani mana bu chiqqan vektorimiz v to'plamga tegishli emas. Bu degani bu shartimiz qanoatlantirmadi, ya'ni vektor qo'shilishi o'sha to'plamga tegishli emas ekan. Bu degani 3-shartni tekshirishimiz ham shart emas, chunki mana bu shart qoniqtirilmagan bo'lsa, bu v to'plamimiz sufazo hisoblanmaydi. Endi biz matrisani rangini aniqlashimiz kerak edi. Matritsani eslatib o'taman. Matrisani rangini aniqlashimiz uchun biz shunchaki mana bu diagonal bo'yicha hamma pastki sonlarni 0 qilib chiqishimiz kerakda. Diagonallarimizda esa iloji boricha 1 qilishimiz kerak. Ushbu usuldan foydalanib siz masalan mana bu matritsamizni oxirgi mana bunday ko'rinishga aylantirishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, birinchi vektorimiz mana bu ustuni 1 ga teng, ikkinchi ustunimizda mana bu oxiri diagonaldagi mana bu son 1 ga teng. Bu degani agar har bitta diagonalimiz 1 bo'lsa, mana shu diagonallardagi 1 ga teng bo'lgan sonlarni hisoblaymiz. Bizda ikkita javob matrisamizning rangi 2 ga teng bo'ladi. Ikkinchi misolimizda esa yana xuddi o'sha tarzda ko'rib chiqamiz. Siz videoda pauza qilib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Javob 2. Nimaga? Chunki mana bu diagonallarga qarasangiz, bitta bizda 1 bor, mana bu diagonalda 1 bor, lekin oxirgi diagonalimizda 1 yo'q. Ya'ni bu 0 bo'lib ketdi. Bu degani bizda ikkita 1 bor ekan, rangi bu matritsamiz rangi 2 ga teng. Agar mana bu ham 1 ga teng bo'lganda edi, shunda matritsamiz 3 matritsamiz rangi 3 ga teng bo'lardi, lekin bu yerda 1 bo'lardi. Agar mana bu matritsamizning diagonalimizdagi mana bu joydagi son 1imiz 0 bo'lganda edi, shunda matritsamiz rangi 1 bo'lardi xolos. Lekin bu yerda ikkita son bo'lganiga rangi 2 bo'ldi. 2 ga teng bo'lyapti matritsamizda. Endi ortogonallik va proyeksiya mashqlariga o'tamiz. Birinchi buni ortogonal ikkita vektor bir-biriga ortogonalmi, ortogonal emasmi buni tekshirishimiz uchun biz shunchaki ikkita vektorlarni skalar ko'paytmasini topishimiz kerak bo'lardi. Agar ular 0 ga teng bo'lsa, ular ortogonal hisoblanadi. Agar 0 ga teng bo'lmasa, ular ortogonal hisoblanmaydi. Bu juda oddiy. Keling buni hisoblashni numpyda qilib ko'ramiz. O'zi vektorlarning qiymatini yozib olamiz, o'sha mashqlarga asoslanib va ularni bir-biriga ko'paytirib skalar ko'paytmasini topamiz. Ko'rib turibsiz, a ko'paygan b 32 ga teng, bu 0 ga teng emas. Bu degani birinchi vektorlarimiz bir-biriga ortogonal emas. Ikkinchisida esa a uzr bu yerda c ko'paygan d bo'ladi. C ko'paygan d ikkinchi vektorlarimiz bir-biriga ortogonal, chunki ularning skalar ko'paytmasi 0 ga teng. Bu juda oddiy edi. Ikkinchisida esa biz proyeksiyani topishimiz kerak. Mana bu proyeksiyani topish uchun yana o'sha darsimizga qaytib o'sha formuladan foydalanishingiz kerak. Men mana bu funksiyani yozib olganman. Formulaga asoslanib proyeksiyani hisoblab beradigan funksiyani yozganman. Bu yerda bu nima degani? Biz birinchi vektorimiz u ni v ga proyeksiya qilyapmiz. Bu yerda esa biz endi mana bu u vektorimizni v1 ga proyeksiya qilishimiz kerak. Bu shunchaki mana shu funksiyamizni chaqirib qo'ysak, bizga o'sha proyeksiyani hisoblab beradi. Xuddi shunday tarzda ikkinchi formulaga asoslanib mana shu funksiyamizga ikkita argument beramiz va natijada mana proyeksiyalarni hisoblayapmiz. Bu birinchi u1 vektorimizda v1 ga bo'lgan proyeksiyasi. Bu ikkinchi misolimizda esa u2 vektorimizda v2 vektorimizga bo'lgan proyeksiyasi. Ko'rib turibsiz, mana shu vektorlarni olamiz. Endi biz subfazoga proyeksiya qilishimiz kerak. Yana o'sha misollarga asoslanib berilgan vektorlarga asoslanib biz ularni numpy shakliga kiritib olamiz va esingizda bo'lsa, yana formulaga asoslanib o'tgan darsimizda
ko'rib chiqqan formulaga asoslanib biz bazis matritsani yasab olamiz. Ko'rib turibsiz, bizning bazis matritsamiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi nima qilamiz? Biz A transpos ko'paygan A deb hisoblaymiz va undan keyin uning unga teskari matritsani topamiz. Buning uchun NP lin alk inverse degan metodlardan foydalanamiz. Ko'rib turibsiz, mana A transpos ko'paygan A bizga kvadrat matritsa beradi. Uni biz teskari matritsasini topganimizdan keyin nima qilamiz? Biz proyeksiya matritsasini topamiz, ya'ni quramiz. Buning uchun biz mana shu teskari matritsani ko'paytiramiz A ni transpoziga va uni yana A ga ko'paytirib qo'ysak, biz proyeksiya matritsasini topamiz. Proyeksiya matritsani topgandan keyin biz nima qilamiz? Shunchaki uni biz proyeksiya qilmoqchi bo'lgan vektorimizga ko'paytirib qo'yamiz. Shunda biz natijada nimani olamiz? Biz ushbu vektorimizni olamiz, ya'ni proyeksiya olamiz. Mana bizning proyeksiyamiz o'sha vektorimizniki 5 2 -1 ga teng bo'ldi. Bu ham juda oddiy, shunchaki formulalarni numpyda yozsak bo'ldi. Endi mini loyihaga kelamiz. Bizda mana bu esingizda bo'lsa grafik berilgan edi. Ko'rib turibsiz, uyda maydoni oshgan sari narxlar ham oshib boryapti. Birinchi qadamga o'tamiz. Biz matritsani yaratib olishimiz uchun biz mana bu usuldan foydalanishimiz mumkin. Shunda bizga matritsa chiqadi. Agar buni print qilsangiz, mana uydagi masalan maydonlarda ma'lumotlari va bir-biridan tashkil topgan matritsa. Undan keyin nima qilamiz? Biz o'sha qadam 2 ga asoslanib A transpos ko'paygan narxlar vektorimizlar va A transpos A ning teskari matritsalarini hisoblab olamiz va undan keyin esa nima qilamiz? Qadam 3 da shunchaki sihat deb turib, mana bu A transpos teskari matritsamizni mana bu vektorga ko'paytirib qo'yamiz. A transpos ko'paygan uylarning narxiga, o'sha formulamizga asoslanib. Va natijada nima olamiz? Biz mana bu ikkita son olamiz, ya'ni C0 va C1 imiz. Esingizda bo'lsa, biz topshiriqda mana bu 5 ga bu 2 ga teng edi. Bu ya'ni mana bu misollarimiz juda yaqin haqiqiy sonlarga. Endi bularni tasvirlab ko'rsak, natijada nima olamiz? Natijada ko'rib turibsiz, mana bu chiziqli proyeksiyani olamiz. Ya'ni mana bu chiziqli modelimizni olamiz. Albatta buni 20 qilishimiz, 30 qilishimiz mumkin. Bu degani nima degani? Bu yerda narxlar oshgan sari mana bu modelga asoslanib, mana bu chiziqli modelimizga asoslanib biz kelajakdagi narxlarni iloji boricha mana bu nuqtalarga haqiqiy narxlarga eng yaqin narxlarni biz mana shu chizig'iga asoslanib topishimiz mumkin. Chiziqli modelga asoslanib topishimiz mumkin degani. Albatta buni bu yerda ozgina xatolik ketgan bo'lsa, 1 2 birdan 2 gacha qilaylik. Mana ko'rib turibsiz, mana shu chiziqqa asoslangan biz model topa oldik. Endi mana shu modelga asoslanib biz nima deyamiz? Masalan, agar uyimizning maydoni 275 bo'lsa, bizning narximiz nima bo'ladi? Mana shu chiziqda davom ettirsak, mana bu yerda bo'lgan sonni biz bemalol bashoratimiz deb hisoblashimiz mumkin. Darslar tushunarli degan umiddaman va qiziqarli degan umiddaman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Yana keyingi darsda ko'rishguncha xayr.